Ukraina dronlari Rossiya hududlariga hujum uyushtirdi. Rossiya armiyasi yana bir hududni egalladi. Ukraina frontida siljish bor. Pokrovsk va Mirnograd qulash arafasida. U yerdagi vaziyat Ukraina uchun qanchalik og'ir? Aziz do'stlar, quyida shu haqda videoga like bosing va izohlarda fikrlaringizni yozib qoldiring. Sedanachim milliy brendining tabiiy mahsuloti Prostomix 13 xil shifobaxsh giyohdan tayyorlangan. Immunitetni mustahkamlaydi, ikkilamchi bepushtlikka yordam beradi. Prostata bezini sog'lomlashtiradi. Tahorat ushlab turolmaslik kabi erkaklik muammolariga foyda berib kelmoqda. RTV.uz faqat sinalganini tavsiya etadi. Hoziroq buyurtma bering va sog'lig'ingizni tiklang. 55 kodi bilan 513 99 99. Gerasimovning so'zlariga ko'ra, Ukraina qurolli kuchlarining 31 ta batalyoni qurshovda qolgan. Rossiya Mudofaa vazirligi aniqlik kiritishicha, bu taxminan 5,5 ming harbiy xizmatchidir. Pokrovsk qurshovi haqidagi so'zlarni Putin 29-oktyabr kuni yana bir bor takrorlab, bir necha soatlik sukunat rejimini e'lon qilish va xorijiy jurnalistlar guruhlarini Pokrovskka yuborish g'oyasini bildirdi. Shunda ular vaziyatni o'zlari baholashi mumkin bo'ladi. Qayd etish kerakki, Pokrovsk va Mirnogradning to'liq qurshab olingani haqidagi bayonotlar hatto rossiyalik harbiy blogerlar orasida ham shubha bilan qabul qilindi. Masalan, rossiyalik propagandachi Semyon Pegovning War Gonzo loyihasi har kuni e'lon qiladigan harbiy harakatlar xaritalaridan ko'rish mumkinki, 29-oktyabr holatiga ko'ra, Rossiya Federatsiyasi armiyasi Radinskoye, Krasny Liman va Grishino qishloqlari yaqinidagi front uchastkasini yopmagan. Bular Pokrovsk va Mirnograd chekkalaridagi aholi yashash punktlari bo'lib, ular orqali o'tgan yo'llar hozircha Ukraina qo'shinlari nazoratidagi yo'llardir. Shu bilan birga Rossiya qo'shinlarining artilleriya va dronlardan faol foydalanish tufayli ushbu yo'llarda avtotransport va zirhli transport vositalari xavfsiz harakatlanishi deyarli imkonsiz. Ukrainaliklar bo'linmalarning logistikasini piyoda yoki yuk tashuvchi yer usti va havo dronlari yordamida ta'minlashga majbur bo'lmoqda. Rossiya armiyasi qanotlaridan qamrab olishdan tashqari Ukraina qurolli kuchlarining Pokrovskdagi mudofaa pozitsiyalariga ro'paradan bosim o'tkazib, janubiy va janubi-g'arbiy yo'nalishlarda hujum qilmoqda. Bu yerda ruslar shahar atrofida mustahkam o'rnashib olishga muvaffaq bo'lgan. Shuningdek, shaharni deyarli teng ikkiga bo'luvchi temir yo'ldan janubdagi ayrim hududlarni nazorat ostiga olgan. 31-oktyabrga o'tar kechasi Ukraina dronlari Rossiya hududlariga hujum uyushtirdi. Rossiya Mudofaa vazirligi va mintaqaviy kanallar ma'lumotlariga ko'ra, soat 23:00 dan 8:00 gacha Moskva vaqti bilan bo'lgan vaqt ichida Ukraina qurolli kuchlarining dronlari Rossiyaning bir qator viloyatlariga zarba bergan. Ushbu hujumlar natijasida jami 130 ta dron yiqitilgan. Eng ko'p dron Kursk viloyatida 31 ta, Voronej viloyatida 21 ta va Belgorod viloyatida 14 ta yiqitilgani qayd etilgan. Shuningdek, hujumlar Bryansk 10 ta, Oryol 9 ta, Tambov 9 ta, Tula 9 ta va boshqa viloyatlarda ham kuzatilgan. Infografikada ko'rsatilgan hududlar Ukraina bilan chegaradosh, ammo harbiy amaliyotlar olib borilayotgan zonalardan tashqari joylardir. Shu bois bu hujumlar Ukraina dronlarining Rossiya hududlariga chuqurroq kirib borganini anglatadi. Bundan tashqari Rossiyaga qo'shilish to'g'risida shartnoma imzolagan hududlar Donetsk, Lugansk, Xerson va Zaporojye ham alohida belgilab ko'rsatilgan. Ularda 2022-yil 20-oktyabrdan boshlab harbiy holat joriy etilgan. Rossiya Mudofaa vazirligi xabar berishicha, Rossiya qo'shinlari Dnipropetrovsk viloyatida joylashgan Novoaleksandrovka qishlog'ini to'liq nazorat ostiga oldi. Bu haqda vazirlikning rasmiy bayonotida ma'lum qilingan. Novoaleksandrovka Ukraina janubida strategik ahamiyatga ega hudud bo'lib, u orqali bir nechta muhim yo'l va logistika yo'nalishlari o'tadi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, bu qishloqning qo'lga olinishi front chizig'ining Dnipropetrovsk tomonida sezilarli surilishiga sabab bo'lishi mumkin. Rossiya tomoni bu hududda muvaffaqiyat qozonganini tasdiqlab, Ukraina qo'shinlari orqaga chekinganini ma'lum qildi. Shu bilan birga ayrim manbalarning qayd etishicha, bu yerdagi to'qnashuvlar hali to'liq to'xtagani yo'q. Ba'zi hududlarda qo'shimcha tozalash ishlari davom etmoqda. Harbiy tahlilchilarning fikricha, Novoaleksandrovkaning nazoratga olinishi Rossiya qo'shinlariga Dnipropetrovsk yo'nalishidagi operatsiyalarni kengaytirish va Ukraina pozitsiyalarini faol bosim ostida ushlab turish imkonini beradi.